imperator huzuriga olib kelishdi. Ilyo ibodatxonasiga olib borishdi. So'ngra Irakli ularni qabulga chorladi. Oliy hazratlari, Atrofda barcha Rimning oliy amaldorlari va din peshvolari to'planganda imperator so'radi: Oralaringizda o'zini payg'ambar deb atayotgan kishiga nasabi yaqinrog'ingiz kim? eng yaqin qarindoshi men bo'laman. Uni yaqinroq keltiring. Sheriklari esa ortida tik tursinlar. O'sha kishi haqida ba'zi narsalarni so'rayman. Agar yolg'on gapirsa, sizlar darhol buni fosh qilinglar. Bunday vaziyatda Abu Sufyon endi yolg'on gapira olmas edi. So'ng Irakli savol bera boshladi. Uning orangizdagi nasab nasli qanday? U oramizda eng aslzoda oiladan. Shu paytgacha uni biror marta yolg'onchilikda ayblaganmisizlar? Yo'q. Unga kimlar ergashyapti? Boy zodagonlarmi yoki kambag'allar? Unga kambag'allar va zaiflar ergashmoqda. Ergashuvchilar ko'payyaptimi yoki kamayyaptimi? Ular ko'paymoqda. Abu Sufyon bu savollar ortidagi sababni tushunmas edi, lekin har birida o'z hikmati bor edi. Unga qarshi hech urushganmisizlar? Ha, urushganmiz. Natijasi nima bo'ldi? Ba'zan u yutdi, ba'zan biz. U sizlarga nimalarni buyuradi? Yolg'iz Allohga ibodat qilishni va unga hech narsani sherik qilmaslikni buyuradi. Ajdodlarimiz sig'ingan butlarga sig'inishdan bizni qaytaradi. U bizga namoz o'qishni, rostgo'y bo'lishni, iffatli bo'lishni va qarindoshlik rishtalarni bog'lashni buyuradi. Sen ta'riflagan bu sifatlarning barchasi payg'ambarlarga xosdir. Gaping rost bo'lsa, u tez orada bu yerlarda ham egasi bo'ladi. Bir payg'ambar kelishini bilar edim, lekin u sizlarning orangizdan chiqishini kutmagandim. Aynan shunday bo'ldi ham. Irakli endi Injil va Tavrotda bashorat qilingan payg'ambar aynan Muhammad alayhissalom ekanligiga amin bo'ldi. U so'zini tugatishi bilan xonada shovqin ko'tarildi. Oliy amaldorlar bahslasha boshladilar. Shovqin borgan sari kuchayar edi. Abu Sufyon va do'stlarini tezda tashqariga chiqarishdi. Bu ish shu qadar kattalashib ketdiki, hatto Rim